102 aloqaga chiqdi. Gapiring. Bo'limda kaltaklanayotgan odam oddiy fuqaro emas. Xo'jayinga ayting, unga tegmasin. Unga tegmang, janob. Umid qilamanki, u hali tirik. Men uni tarixini bilaman. Faqat men bilaman u kimligini. Nima? Sen uni taniysanmi? Hatta markaziy qamog'i. O'sha qamoqda xavfli jinoyatchilar saqlanardi. Har biri kamida 8-10 kishini o'ldirgan. Ular yirtqich mahluqlarga o'xshaydi. Bir qo'l bilan ularga salom bersak, ikkinchisi bilan orqamizni himoya qilardik. Bu to'da haddan tashqari xavfli edi. Lekin bir kun kelib, bu qahramon bizga qo'shildi. Yangi xo'rak. Jinoyatchilar uni oddiy, yuvoshgina yigit deb o'ylashdi. Bu esa ularning eng katta xatosi edi.